Assalomu alaykum. Bütün Özbekistondagi Uyg'ur, O'zbek, barliq qarindoshlarimiz. Hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom. Bugun mushu nihoyatda qayg'uli vaqtda men sizlar bilan yuz ko'rishishga to'g'ri keldi. Asli bundaq vaqtda ko'rishkim yo'q edi. Men bu ھەلىمەنىڭ singlimning ham qizimizning ham bir san'atkor onaning bir xushallik xabari bilan sizlar bilan ko'rishishim kerak edi. Bak afsus, haftalar burun, 10 kunlar burun, 15 kunlar burun men bilan har kuni paranglashib turayotgan bu singlimiz bizni shundoq tuyuqsiz qayg'ulantirib, hammamizni armonda qoldirib, bütün hammamizni tashlab bu Xitoy virusi bilan dunyodan ketib qoldi. Men singlim ھەلىمەنىڭ bugungi motam kunida sizlar bilan tang o'rinda turib, singlim ھەلىمەنىڭga motam tutaman va bütün urug' tuqqanlari, do'st ya birodarlari, san'atkorlari, O'zbekiston Davlat Madaniyat Markazining barliq arboblariga, hammanglarga sabr tilayman. ھەلىمەنىڭ singlimga tەzىيە bildiraman. Qarindoshlar, ھەلىمەنىڭ Bavudinkamning G'anibatirning saptishi bo'lgan va uning yordari bo'lganda qutuldirgan qahramonimizning qizi. Shundaqla uning bilan to'xtab qolmasdan vatandan chiqqandan tortib to hozirgacha Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur musiqasi va Uyg'ur xalqining har qanday ish faoliyatlarida O'zbekiston davlatida O'zbek xalqi bilan quchoqlashib turib, ham O'zbek madaniyati, ham Uyg'ur madaniyati uchun nojiq to'hfalarni qo'shgan va bizning ovozimizni har yerda jarangishtirib turayotgan qizimiz, ham singlimiz, ham xonimimiz, ham muzikant, ham naqshchi, ham inqilobchi san'atkorimiz edi. O'zi nurg'un ijodiyatlarni iqtisodiy qiyinchilik bo'lamdi, har qanday besimlarga qaramay o'zi hal qilib nurg'un ijodiyatlarni maydonga ochib, O'zbekiston sahnalarida yangratgan qizimiz bugun bizdan ayrildi. Qarindoshlar, yaqinda ھەلىمەنىڭ xonim menga telefon qilgan ekan. O'zining O'zbekistonda mush bir festivalga qatnashib, ikkinchi darajalik mukofot olganligidan nihoyat xush bo'lib, O'zbekiston davlatidan, O'zbek xalqidan, Uyg'ur xalqidan rozi bo'lib kelgan ekan. Menga telefon qilib bu xushalligini o'rtoqlashgan edi. Men Uyg'urning naqshlarini, xalqimning madaniyatini, O'zbekiston xalqim, O'zbek qarindoshlarimning oldida jaranglatib aytib, ikkinchi darajalik mukofot oldim degan edi. Bugun bu kesal, bu og'riq, bu Xitoy virusi bu qizimizni, bu singlimizni, bu saptishimizni, bu do'stimizdan bizni ayirib olib ketibdi. Men yana bir qitim bu xonimga ta'ziya bildiraman. Mangu bizning oramizda, biz mangu aslaymiz, uning jarangliq naqshlarini mangu anglaymiz. Avloddan avlodga biz bu qahramonimizni va bu san'atkorimizni o'zimizning qalbiga va daftarlarga, kitoblarda qoldiramiz. Shuning bilan yana hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom. Mush kasaldan o'zinglarni qattiq diqqat qilinglar. Hammanglar nihoyatda yaxshi ittifoq yashab, mushu bizning ھەلىمەنىڭdek o'z madaniyatimiz, san'atimiz va O'zbek xalqi, Uyg'ur xalqining har qanday faoliyatlarida yaxshi o'rtaq ittifoq o'tishinglarni umid qilaman.